Aziz o'quvchilar, mana sizlar bilan yangi so'zlarni hosil qilish qanday bo'ladi mavzusini o'rgandik. Keling, hozir mana shu bilimlarimizni qay darajada o'zlashtirganimizni diktant bilan nima qilamiz aniqlab olaman. Hozir men sizga rasmli diktant beraman. Buni bir martagina rasmlarni namoyishini ko'rsataman. Ifodalagan so'zlarni birlashtirganingizda yangi so'z hosil qilish mumkin. Mana shu haqida nima qilasiz? Hosil qilgan so'zlaringizni yozasiz. Mana aziz o'quvchilar, rasmlarni ko'rdik-a? Unday bo'lsa, qani topshiriqqa asosan 1 daqiqa vaqt beraman. Shu vaqt oralig'ida siz bajarib bo'lishingiz kerak. Qani ketdik. Men quyidagicha so'zlarni yasadim. Ot quloq, suv ilon, toshbaqa, tuyaqush, oshqozon, atirgul, qumsoat, qo'lqop, beshbarmoq, suv ilon, sher yurak. Men quyidagicha so'zlarni yasadim. Ot quloq, toshbaqa, qumsoat, suv ilon, beshbarmoq, atirgul, tuyaqush, atirgul, toshbaqa, ilon baliq, oshqovoq, qo'lqop, sher yurak, qumsoat. Rahmat. Bir vaqt mobaynida hamma deyarli barcha o'quvchilarimiz yangi so'zlarni hosil qila oldi va ayrim yozilgan yangi hosil qilingan so'zlardagi xatoliklar, kamchiliklar bor. Ularni nima qilamiz? Xatolar ustida daqiqamizda albatta to'g'rilab yozib ketamiz. Rahmat aziz o'quvchilar.